Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondagi ataliq 100 millionlik korxonchi va saxovatchi boy Abdug'appar Abdurasulga o'lim jazosi berib ijroga sungan. Abdug'appar Abdurasulni Xitoy hukumatı 2018-yil avgustda tutuklagan bo'lib, noyabrda sud ichib o'lim jazosi bergan. Shuning bilan bir vaqtda butun mol-mulkini musodir qilgan. 42 yosh kirgan G'ulji shahridan bo'lgan Abdug'appar Abdurasulga o'z oldiga haj faoliyatiga qatnashgan degan jinoyatni otgan bo'lib, ayoli Marhaba hojimni tutib, aprelda o'lim xabarini bergan. Cho'ng o'g'li Abzar, singlisi Sohib Jamol qatorliq 50 dan ortiq urug' tuqqan do'st birodarlarni 18 yildan qamoq jazosiga hukm qilganligi ma'lum. Büyük Birlik Partiyasi ve Alperen Oçakları tarafından Ankara'da Şarkı Türkistan'daki qirg'inchilik ve zulüm sitem to'xtatilsin degan şuar ostida keng ko'lamlik yig'ilish uyushtirildi. 23 dekabr ABD İpekçi bog'chisida o'tkazilgan namoyishga muhojiratdagi Uyg'urlar ve Alperen Oçakları yoshlari bo'lib 4000 ga yaqin odam qatnashdi. Faoliyatda Büyük Birlik Partiyasining raisi Mustafa Dastici Uyg'urlarning tarixiy saltanati ve qurgan davlatlarini qisqacha tanishtirdi. Shundaqla yaqinqi yillardan buyon Xitoy kommunistlarining Uyg'urlarga qilgan zulmlarini tanqid qilib, zulmlarni to'xtatishni qat'iy talab qildi. Shuning bilan bir vaqtda Sharq Turkiston Milliy Majlisining raisi Setim Turk apandi millionlagan Uyg'urlar va boshqa musulmon qarindoshlarimizning turmalarda chekayotgan azoblarini va Xitoyning qo'shmoq oila siyosatini qattiq ayblab, biz bu kurashni xalqimiz zulmdan qutulguncha davomlashtiramiz dedi. Dinsiz Çin işgalci yönetiminin topyekun imha politikalarıyla karşı karşıya. Biz Doğu Türkistan'ı Çin'in insafına terk edecek miyiz? Biz dindaşlarımızı Çin'in insafına terk edecek miyiz? 22 dekabr Los Angeles rayonidagi Ornevich shahrida bir nihoyatda ahamiyatli faoliyat o'tkazildi. Bu faoliyatni Amerikadagi berma harakat qonuni bilan ovoz ko'rish fondi jamiyati birlikda uyushtirilgan bo'lib, yig'inga erkinsiriq olimlar taklif bilan qatnashib, Uyg'urlarning tatiyotgan zulmini inglizcha 20 minut bildirdi. Bu faoliyatda berma harakat qo'shini bilan ovoz ko'rish jamiyatining raisi Doktor Abdumalik Mujohid apandi hozirgacha Bermadagi rohingaliklar uchun nima ishlarni qilganligi, qanday qilayotganligi va undan keyin Uyg'urlar beshidagi fojialarni to'xtatish haqida qanday ishlarni qilib bo'ladiganligi haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Bu ikki tashkilot hozirgacha Amerika va Kanadadagi ko'plagan musulmon tashkilotlari bilan birlikda ish olib borgan bo'lib, Amerika va Kanada parlamentida rohingaliklarga yuz bergan ishning haqiqiy qirg'inchilik ekanligi haqidagi qonunlarni tasdiqlashda hal qilg'uch rol o'ynagan. Hamda rohingaliklar uchun Amerika hukumatidan $400 million, Kanada hukumatidan $380 million pul bergan. Bu ikki tashkilotning bundan keyin Uyg'urlarga xuddi rohingaliklarga o'xshash yordam qilish plani bor ekan. ...21 dekabr Amerika Davlat Majlisining Avom palatasida Uyg'urlarga aloqador yana bir qonun loyihasi sunildi. Bu Amerika Davlat Majlisida yaqinqi bir oy ichida o'tirib qo'yilgan Uyg'urlarni qo'g'dash haqidagi ikkinchi qonun loyihasidir. Buning oldida Amerika Kengash va Avom palatalarida Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasi o'tirib qo'yilgan. Bu qonun loyihasini Kengash palatasida Marco Rubio bilan Bob Menendez, Avom palatasida Christopher Smith bilan Thomas Sovze o'tirib qo'ygan edi. Lekin juma kuni sunilgan qonun loyihasini Demokratik Avom palata a'zosi Brett Sherman bilan Cumhuriyetçi Avam Palata a'zosi Ted Yoho o'tirg'i qo'ygan. Brett Sherman bilan Ted Yoho juma kuni e'lon qilgan bayonotda yangi qonun loyihasini tanishtirib, bu ilg'or texnikalarning Xitoyga eksport qilinib, uning Xinjiangda kishilik huquqni dafsanda qilishiga ishiltilishining oldini oladi. Federal hukumatning Beijingning turk tillik musulmonlarni nohaq tutqun qilishiga yordam berayotgan shirkatlar bilan hamtovoq bo'lmasligiga kafolat qiladi. Shundaqla Xitoy hukumatining Amerikadagi ta'qiqlash harakatlarini ma'lum qiladigan yangi mexanizm barpo qiladi degan. Avom palata a'zosi Ted Yoho qayta tarbiyalash lagerlari nomidagi keng ko'lamli tutqun qilish markazlarining mavjudligini qabul qilishga bo'lmaydiganligini bildirgan. U biz bu qabih kishilik huquq dafsandichiligining ijrochilarini javobgarlik tortishimiz kerak degan. Yuqorqi har ikki qonun loyihasi Trump hukumati Xitoyning Uyg'ur rayonidagi
kishilik huquq dafsandichiligini qattiq tanqid qilgan bo'lsa-mu, lekin amaliy tadbir qo'llanmadi deb ayblayotgan mezgilda o'tirg'i qo'yildi. Amerika Davlat Majlisining ba'zi a'zolari Prezident Trampga xat yozib, Xinjianggo, Juhaylun, Shidakang, Sunjinlong, Xolianxi qatorli Xitoy amaldorlarini jazolashni qattiq talab qilgan edi.